Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Ahvollaringiz yaxshimi? Xudo xohlasa bugun o'sha kecha yoki undan oldingi videoda va'da qilingan kabi Telegramdagi botdagi o'sha keyboard qismi va messenger qismidagi emojilarni qanday qilib premium emoji qilsak bo'ladi. Demak, buni ko'rib o'tamiz. Xo'p, boshladik. Demak, botga o'tamiz va start bosamiz. Mana o'tgan safargidek faqat rangi bo'lib turibdi. Buni oldagi mana bu buyurtma berishni oldidagi premium emojini qanday oddiy emojini qanday qilib premium qilish mumkin? Demak, boshladik. Birinchi o'rinda bizga mana shu bot kerak bo'ladi. Buni manzilini pastda havola qoldiraman yoki Telegram kanalimda mana shu videoning ostida bo'ladi. Mana shunday Telegram emojini ID'si kerak bo'ladi bizga. Masalan, mana buni sizda Telegram premium bo'lsa, mana bunday qilib tashlasangiz, chiqarib beradi mana bitta emoji topib. Agar sizda premium bo'lmasa, hech xavotirlanarli joyi yo'q. Mana shu vektor ikonisini olasiz va havoladan nusxa olishni bosasiz. Buni tashlaysiz, tamom, mana chiqarib beradi hammasi. Xo'p, keyin eng muhim narsalardan bittasi sizda yoki mana shu botni egasida premium emoji bo'lishi shart. Premium bo'lishi shart, ya'ni premium oylik yoki premium yillik qilingan bo'lishlari kerak, ya'ni premium bo'lishi shart. Agar sizda premium bo'lmasa ham hech qanaqa muammo yo'q. Bironta do'stingizda bo'lsa, bot fazaga klasidagini egaligini o'sha odamga o'tkazib qo'yasiz. Bo'ldi, koddan o'zingizni adminingizda turaveradi. Faqatgina egalik boshqaniki bo'ladi. Shunday qilsalaringiz bo'ladi bemalol. Xo'p, endi keyingi qismga o'tamiz. Kodimizga o'tib olamiz. Kodimizga o'tgan safargi ishlatgan kodimizga o'tamiz. Mana bot PHP va VS Code tahrirlovchi menga shu yoqadi. Demak, o'tgan safargidek bosib turamiz va fint deb yozamiz. Endi buyurtma berishni bosamiz. Buyurtma berish. Mana chiqdi va mana o'tgan safargi style va success. Hop, bundan keyin endi virgul qo'yamiz. Virgul qo'yamiz va yozamiz. Yana qo'sh tirnoq ochamiz. Hop, ikon custom mana bu yerda ikon xatolik bo'ldi. Ikon custom emoji id. Mana endi o'tgan safargidek yo'naltirish yoki o'shanaqa belgi tushunsangiz ham bo'ladi va endi mana bu botdan xohlagan bironta bittasini olishimiz mumkin. Emoji ID'sini shunday ustiga bosib turish kifoya, o'zi oladi. Mana bosdim men. Mana endi hech qanaqa qo'shtirnoq olish shart emas. Buni shunday bosamiz va saqlaymiz. Saqladik. Xo'p, endi kiramiz botimizga. Startni bosamiz. Mana oldida chiqdi. Endi bu ikkita emojilik bo'lib qoldi deyishlaringiz mumkin. Buni o'chirish juda oson. Kiramiz kodga. Kodga kirganimizdan keyin mana bu qismni o'chirib tashlaymiz. Mana shu qismni shunday o'chirib yuboramiz va saqlaymiz. Botga start bosamiz endi. Start bosdik. Mana buyurtma berishning oldidagi tugma premium emojilik bo'ldi. Endi buyurtmalarni qilib ko'ramiz. Buyurtmalarni o'chiramiz, oldidagi emojisini. Xo'p, stildan keyin, ya'ni rangli tugmadan keyin bu yerga virgul qo'yamiz va qo'sh tirnoq ochamiz. Ikon mana chiqyapti menda mana custom emoji ID. Xo'p, keyin yo'naltirma va emojining ID'si. Mana shu botdan xohlagan premium emojining ID'si bor. Tashlasalaringiz chiqarib beradi. Demak, mana saqlaymiz. Saqladik, endi botga kirib olamiz. Start bosamiz. Mana buyurtmalarning oldidagisi ham premium emojilik bo'ldi. Endi referalni ham o'zlaringiz qilishlaringiz mumkin. Bemalol men endi messejdagi mana bu asosiy menyuda sizning oldidagi emojini qanday qilib premium emojilik qilsa bo'ladi, shuni ko'rib o'taman. Vaqt ketmasligi uchun qolganlarini qilib o'tmadim. Mana sizning applikatsingizni oldidagi kerakli to'liq tizimni oldidagi. Xullas, o'shani qanday qilamiz? Bu ikkalasi bir xil emas va messejdagi va keyboarddagilar bir xil emas. Mana bu buyurtma berishning oldidagi premium emojidek faqat mana bu payme bor-ku, payme qo'llarni API'ni yangilash kabi faqat tugmalarda ishlaydi hozirgi qilganimiz. Endi bo'lsa yozuvlardagi o'sha emojini qanday qilib premium emoji qilsa bo'ladi, shuni ko'rib o'tamiz. Demak, yana o'sha premium emoji ID'si kerak bo'ladi va bittasini olamiz xohlaganimiz masalan. Mana bu oldik. Endi kodga o'tib olamiz. Kodga o'tyapmiz va bu yerda masalan hamkorlikni qidiraylik. Hamkorlik yoki hisobim qismi. Hisobimni qidiraylik masalan. Xo'p, bironta bir emojilik joy mana hisob API kalitingiz qismi. Xo'p, bu yerda nima qilamiz? Mana bunday belgi qo'yamiz va tagga emoji deb yozamiz. Emoji va emoji ID deb yozamiz va tenglik qo'yamiz. Tenglik qo'yamizdagina bittalik qo'sh tirnoq ochib turib orasiga ID qo'yamiz.
boyagi ID'ni qo'yib yopamiz va yana ochib turib nimani qo'yamiz? Boyagi tugma tagi emojini yopamiz endi. Tagi emoji va yopamiz. Va saqlaymiz. Hamkorlikni bosib qo'yamiz. Xo'p, mana start hamkorlik. Mana sizning API kalitingizni oldidagi emoji o'sha premium emojiga o'tib qoldi. Endi buni boshqaga o'zgartirmoqchi bo'lsalaringiz, mana masalan, eski. Mana shu emoji ID'sini shunday o'chirib tashlaysizlar. Mana o'chirib tashlaysizlar. Va buni qo'yib qo'yasizlar. Tamom. Saqlaymiz. Va start bosamiz. Yoki hamkorlikni o'zini bosib qo'yaveramiz. Mana o'zgardi. Ko'rishingiz mumkin. Endi mayli, boydan ketsin dedim. Pastdagi API hisobni oldidagisini ham premium emoji qilamiz. Xo'p, mana API hisob. Mana bu oldiga o'tib olishimiz kerak. Xo'p. Shunday yozaveramiz unda. Xo'p, tagi emoji. Tushunarli bo'lyapti degan umiddaman. Orasiga xohlagan bironta bir ID qo'yamiz. Masalan, buni qo'yib yuboraylik, nima bo'lar ekan. Yopamiz endi va ochib turib tagi emoji va yopamiz. Mana bo'ldi. Bitta xatoni sizlar qilmangizlar. Mana bu orasida, mana shu yerda birorta emoji turishi kerak. Mana tepadagisiga qarasalaringiz, mana shu emoji turibdi. Mana shunday bironta emoji olib kelishimiz kerak. Ya'ni mana shu yerga. Masalan, bundan nusxa olaylik. Mana qilamiz va mana shu yerga qo'yamiz. Saqlaymiz. Endi hamkorlikni bosamiz. Mana o'zgardi. Demak, do'stlar, kanalda aktiv bo'lamiz. Bugungi videomiz shu bilan yakunlanadi. Tez orada yangi hech qayerda bo'lmagan yangi kodlar tarqaladi kanalimizda, ya'ni beriladi. Sizlar uni faqat hostga qo'yishsalaringiz bo'ldi. Tez orada mana shu hozirgi portning kodini ham tarqatib, qanday qilib hostga qo'yish va qanday qilib ishlatish mumkinligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Sizlar bilan XUS Pro komandasi bo'ldi. Tez orada yangi videolar va yangi kodlar chiqadi, xudo xohlasa.